Yaxshilab kesdingiz o'y. Bo'ldi. Mana qizlar, bu klientimizning sochlarini bir hafta oldin botoks qilganmiz. Botokslari hali yaxshi turibdi. Endi uchetapli texnikada sochlariga yarasha, o'zlariga mos sostavda bularnikini tekislab, mayin qilib, yumshatib, hojinli zo'r soch qilib beramiz. Poslisini qo'yamiz. Bular eski klientim, sochlarini ochartirilgan, endi go'zallashgan, yana ham o'zgargan deyim. Zo'r chiqadi xudo xolisa. O'zi ochartirilgan sochlarni qilishni rosa yaxshi ko'raman. Ishi zo'rda, ishi ko'proq, qiyinroq. Bo'ldi. Mana qizlar, ochartirilgan sochimizni uch etapli texnikada nanoplastika qilib berdik. Bularning sochlarini oldin keratin, nanoplastika qilganmiz, botoks qilganmiz. Endi ochartirilganlaridan keyin sochlarini o'zlariga yarasha uhodlari bilan qilib berdik. Sirazi yuvib, quritib berdik.